Mana Samarqand viloyat Paxtash tumani Sultonobod Mirzo Olim mahallasida mana shu silbadan ishga mana 220 volt tok uzilgan. Soat 5 dan beri elektrositdagilar chora ko'ramiz deb kelishmaydi. Mahallakomga telefon qilsak, bo'ldi hozir odam keladi yuboraman deb telefonni o'chirib tashlagan. Dejurkadagilar liniya zaryad qilib olgan. Soat 9 dan o'tdi. Tok mana ochiq kabel ochiqchasiga ko'chada qolib ketdi. Mana bu tomonda ham svit bor. Bu tomon hamsalarda ham svit bor. Uyda egasi mana nogiron odam turadi. Qorong'ida o'tiribdi endi, svit yo'qda. Elektrositdagilarga telefon qilsa, dejurkadagilar biz kech bo'lganda ishlamaymiz dedi. Odam yuzi yetishmaydimi, nimalardir debdi. Tuman hokimiyatiga boshqa telefon qilsa ham bormaydi. Qanday tushadi deb polni telefonni liniya zaryad qilib qo'yibdi. Xo'p endi bizlarda ishimiz tushmasa boshqalar telefon qilsa ular ham tusholmaydimi, liniya zaryad bo'lib qoladimi endi ular nomeri. Mahallakom mana chora ko'ramiz deb telefonni o'chirib tashlagan. Tushib bo'lmaydi telefoniga. Nima ahvol bu? Yangi O'zbekiston deganda shumi endi bu? Mana ko'chada odam bor, yana trassani bo'yi, yo'lni bo'yi mana. Ko'chada odamlar o'tib qaytyapti. Mana. Bitta hamdan tukurib o'lsa nima bo'ladi bu yerda?